Kuchaytirilgan tormozlar mashinani tez to'xtata olmaydi. Unda katta disk va supportlardan nima naf? O'ylashingiz mumkin, disk kalotka katta bo'ladi, ishg'alanish ko'payadi va mashina tezroq to'xtaydi deb. Lekin fizikada ishg'alanish yuzaga emas, bosim va materialga bog'liq. Diskni kattalashtirish to'xtash masofasini qisqartirmaydi. Kalotka kattalashsa ham unga bosilayotgan kuch o'sha. Shunchaki bu kuch endi keng maydonga tarqaladi. Ishg'alanish esa deyarli o'zgarmaydi. Lekin savol tug'iladi. Sport modellarda ulkan disklar, 6 porshili supportlar qo'yib tashlashadi-yu, chunki maqsad ko'proq issiqlikni boshqarish. Tormozlanganda energiya issiqlikka aylanadi. Katta disklar ko'proq havo oladi, issiqlikni tez tarqatadi va shunga tormoz ko'p ishlatilsa ham kam qiziydi. Birinchi 5 daqiqada stok va upgrade qilingan tormozlar bir xil to'xtaydi. Keyin esa zavod tormozi qizib ketadi. Pedal yumshaydi, masofa cho'ziladi. Upgrade qilingan tormozlar esa bir xil kuchda ishlashda davom etadi. Ular to'xtash masofasini qisqartirmaydi, lekin har to'xtashda bir xil kuch va barqarorlikni beradi. Bosadigan yoshdan o'tib bo'ldingiz. Endi arzon va puliga mos kalotkalarni qidirib yuribsiz. Mansuro metalik kalotkalarni xarid qilib bemalol 30 000 kilometr maza qilib yuring. Biz bilan bog'laning.